Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi buyurtmalarimizni dastlabki qilish jarayonini boshladik mana. Navbatdagi kachela, so'ri, ya'ni tapchan biz o'zimizning shevamizda mijozlarimizga eltib beramiz bu narsalarimizni. Kimga shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri eski paxta zavod ichida. Bu tapchanlarimizning hamma materiallar 1.7 qalinlikda bo'lgan. Stoykalari 8 ga 8, yan atroflari 6 ga 4, 4 ga 4 profillarda ishlatganmiz. Lazer disklari 1.7 diskllardan bo'lgan. Kachilalarimiz hozircha bor, tayyor kachilalarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilib, telefon qilaverasizlar. Rasmlarini bilan Telegramdan tashab beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Bugungi dastlabkimizda 20 kilovatli katyolimiz ham bor. Tepadan yonuvchi Verxniy Galina katyolimiz. Amudaryo tumani Ayni mahallasiga dastlabki qilib beramiz bu katyolimizni. Bu katyolimiz pastdan yonuvchi bo'lib, zapravkani bu joydan solasiz, tepadan yonib, pastga tushib, yana tepaga chiqib, yana pastga tushib, yana tepaga chiqib, 4 ta xod bor orqasida. Shuning hisobini bir kunlik rasxoti 35 kilodan 50 kilogacha bo'ladi. Bu degani bir qishqa 4 tonnadan 5 tonnagacha ko'mir atrofida bemalol chiqasiz. Kimga shunaqa katyollar, kachelalar, temir eshiklar, darvozalar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri eski paxta zavod ichida. Videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bizni yo'q qo'ymasdan uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.